Assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l ko'chasida bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda xotin-qizlarni tabrikladik. Bayramona kayfiyat ko'tarish maqsadida xodimlar nomidan tabriklab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalına obunachilari. Sog'mi, salomatmisizlar? Oilangiz tinchmi, charchamasdan yuribsizlarmi? Bugungi xudo xolasa, bugun Xalqaro ayollar kuni. Shu munosabati bilan ina bugun xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida YPX xodimlari chiroyli qilib turib, shunday ayollarni tabriklab turibdilar. Bizga sovg'amiz bor. Bugun ochilib turgan bu. Yaxshimisiz? Yaxshi gatirmisiz? Bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan. Hamma shunday bir yaxshi kunlarda ko'psini ko'rgaysiz. Tabriklaymiz bayramlaringiz bilan. Rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Nima deysiz? Sizni shu xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklash maqsadida to'xtatdik. Hurmatli yo'lovchi. Xudoni arzimagan sovg'amiz bor. Shu gulday ochilib yuring hamma. Sog' bo'ling. Bayramlaringiz bilan. Oq yo'l. Oltay Murat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 8-mart bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Yo'llaringiz bo'lsin, hurmatli haydovchi. Bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling.